Xitoyninki bu xildagi faoliyatlari uzundan buyon o'ynalib kelgan. Biz vatandan tortib eslasak, Xitoyninki CCTV Markaziy televiziya kanali burundan tortib nimalarninki Seyfettin Azizi, İsmail Ahmet, Obo degandek Uyg'ur kadrlarninki Arab davlatlariga ziyoratga berib, Xitoyninki diplomatik yo'lni ochganligini, hatto bir mezgil İsmail Ahmet bu deyman Can Zimin'deki favqulodda elchisi bo'lib ketgan. Mushtaq shakllarda bu nimalarni o'ynagan. Keyin hatto bizningki diniy ulamolarimizdan ba'zi kishilarni shundoq xalqaroga olib chiqib Xitoy o'zining islom dinini yaxshilik qilayotganligini ko'rsatib kelgan. Endi bu yaqinqi yillarda bu usul, naqshi usulga taraqqiy shakliga o'zgardi. Ya'ni Uyg'urlarni usul o'ynatish orqali Xitoy dunyoga biri Uyg'urlar yaxshi yashayotdi degan uchurni bermoqchi, yana biri Uyg'ur